Assalomu alaykum. Mana Xudoga shukr. Islomni yakunlab oldik. Hamma yoqlarni tayyorlab, o'rnatib. Assalomu alaykum. Mana navbatdagi guruch oydigan apparatimiz. Qo'qonniki. Mashina tayyorlab berdik. Rangini u bolaga shunisi yoqdi. Shu holatda tayyorladik. Ba'zi ilovatorlar tayyorlanyapti. Ertaga xudo xolasa yuklaymiz ularni. Navbatda shu haligi mushalkamiz yuklash jarayonidamiz. Qo'qonga yuklayapti buni. Rangini mijozimiz mashina xohladi, shu holatda bo'yab berdik. Mana Islom yuklarimizni yuklab oldik. Qo'qonga yo'lga olyapmiz endi. Esalama yetib oldik. Qo'qonda Qo'qon Ing'irchoq. Qo'qonni qishloqlarning nomi ham qiyin. Shunday holatda bo'ldi. Mana shu burchakka o'rnash kerak ekan. Mana shu yerda xolos ostanovka qilamiz. Assalomu alaykum. Mana Xudoga shukr. Islomni yakunlab oldik. Hamma yoqlarni tayyorlab, o'rnatib. Baylarni betonlarni quyishib, hali qilishib oladi. Baydan kirib ketadi, baydan chiqib. Aynaqasi ishlaydigan bo'ldi. Kerak bo'lsa chiqaverasizlar. Otlarga. Aka, biz ishimizdan qalaysiz? Yaxshimi? Yoqdimi sizga? Guruch yog'lash kerak bo'lsa, Qo'qonda qishloq nomi nima edi aka? Ing'irchoq qishloqqa kelaverasizlar. Yog'lab berish xizmati ham bor ekan.